Domni qaranglar, fasadning chiroyliligini. Pastda parkovkalargacha joy bor ekan. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'yinchi bolalar. Qo'ylu massив 1 da Mirobod tumani bo'lyapti. Qo'ylu massив 1 7 qavatli Novostroyka binoni 4-qavati 2 xona 60 kvadrat metrdan ozgina oshiqroq ipotekaga ham to'g'ri keladi. Narxi $59,000. Sunnatiga ozgina o'tiradigan joyi bor. Orientir birinchi massivdagi masjid bor-ku, shunda masjidning orqasidagi Novostroyka domlar. Uyni ko'ramiz. Xo'p, kirib olgan bo'lsa, kiraverishda 10 qo'lda razdельный sanuzel bo'lyapti. Holati yaxshi, kirib yashashga tayyor. Tak. Bu yerda mana bitta xonamiz bor. Kuxnyamiz bor. Tashqarida висячий balkon. Kuxnya mebelni qoldirarlar, vроде chiroyli qilib qo'yibdilar lekin. Tak. Bu mana bolalar yotoqxonasi va kattalar yotoqxonasi. O'kali uyimiz ipotekaga ham to'g'ri keladi. Narxi $59,000. Sunnatiga ozgina kelishadigan joy bor. Tak, Mirobod tumani Qo'ylu massив 1 bo'lyapti. 7 qavatli binoni 4-qavati 2 xona katta kvadratura. Kvadrati 60 kvadrat metr. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan o'yinchi bolalar, hammaga rahmat.